Siz inkuzar boshqa viloyatlarda ham chizganmisiz? Devorga. Men boshqa davlatga chizganman yerga. Yozuvchilar qo'rqmasdan. Ko'rgansizlar balki Pasifik. Yo'q, men ko'rdim. Pasportni ko'rmaydi. Ish qiling. Blogerman, Instagramda. Shu kartaga kiring. Karta deb yozing. Poyezd. Okey. Sizlar ham yozib turinglar. O'rtoqlar. Birinchi kursda qaysi kartaga kirayotganingizni man shu kartaga kirmasmi yo'q? Ikkinchisi. Nima kartaga kirganingizni ayting, odamlar ham xot ko'rishadi. iPhone'dagi kartaga. O'zini iPhone'ni Haligi nima? Yozib yozing. O'zida. Ayturing deyishim. o'xshamasa, oxirida Not a o'xshamaydi. problem. Manda ma'mada o'rtada. Mashimi shu? Mo'ynoq deb yozing. Mo'ynoq. Yaxshi yozing. Ya'ni o'sha Shipir sandan qolchiki. Bilik yo'q. Bizga da'vat qiling, biz yangi mikrofon freestylda bahri urganimizda pichillayapti aslida. yo'q kuchlayotganman eshitma. Вот. Xun to'kilib. Qasdan quruvchi bilan gapirishmoqchi. Yo'q edi bu, hozir paydo bo'ldi. Quruvchi bilan gaplashuvdik. Shuni ishlar qolib qoldi. Yo'q, orasida Form up on me. otasi yeridan bo'lgan joy biz o'ynab kirdim. Tanimay bo'lsa. Giyoz. Mamnun. Sputnikovый ko'rish bor-ku. Ha, Mikramiz va yo'qamiz. Form up on me. Bu 50. Ne, plak. 50 diametr. Bo'lgan Pasifik. Bu bunga 80 bu klavishi karablidan ichkariga kirib ketish kerak. buni protsessi ham videosi qo'yilgan. O'sha savolingizga Ko'ryapsanmi televizorda? lekin Ko'rinmayapti. boshqa shaharda Ularda ishlamaydigan. YouTube'da. ehtiyoj Ha, yo'q. bularda faqat YouTube. TV ham bir bola to'g'irlaryapti. Yo'q o'zim ma'nani holatimda ba'zi bir narsalar qatga degan bor joy. No, simvolik. Lekin hozirgi zamonda platforma bo'layotgani uchun Instagram platformasida bo'layotgani uchun unchalik важный narsa emas bu. Lekin yo'q, chizmagan. Bizdan oxirgi qismat uchun birlikda o'tmoqchi bo'lamiz. Menimcha oxirgi savol. Devorlarga chizilgan rasmlarni qanaqadir ham plan qilib, oyda bitta rasm bo'lishi kerak, 2 oyda bitta rasm bo'lishi kerak, yoki 2 haftada bitta rasm bo'lishi kerak deb aytasiz. Yo'q, qilmaysiz bunaqa plan. Yo'q, unaqa Cheganda. Content planingiz bormi? yo'q, unaqa narsa yo'q. Yuriydi chizsa, chizdi. Maskar taqib ketgan keyin Chetdan shu kanal. kamzilda olinadi. Tek chiziladi. Okay. Bizda bo'lmasam birinchi savollar, ha? Qasqini. Savol bersam bo'ladimi? Nima maqsadsiz? Ko'cha. Inkuzarni yuzini ko'rish ehtimoli bormi? Bor albatta. Kimda degan savol.
siz ular bilishadimi siz? Yo'q. Ular ham bilishmaydi siz. Qanaqa qilasiz? Masalan, Biz bilolmaymiz. Obunachilar bilan. Xo'p. Yo, o'zi uni bilish uchun siz bilan do'st bo'lish kerak. yo'q, men siz bilan shunday olmayman. Faqat mukizat siz bilan do'st bo'ladi, Abdurahmon. Unda Abdurahmon aka bilan ko'rsak bo'ladimi? Syomka tugadi. Qiyin emas. Okey. Hammasi o'zing tayyorlab kelsanmi deb chiqib ketdim. Mana yana boshlandi. Bu shunaqa yana sizda bo'ladimi? Yo'q, Instagramga qaysidir ish bilan, Telegramga qaysidir ish bilan kirayotgan bo'lasizda, qanaqa soобщениялар ko'rib esdan chiqib qoladi. Nima qolganingizda ularga o'tib ketasiz. Instagram ish bilan kiraman deyish o'zi bahonada uka. Qani bilasiz mana shunaqa. Ijod ego bilan yuriydi Nima yuriydi? degan gap bor. Ijod ego bilan короче Xorazmda Xorazm. yuriydi degani. Qachon bo'lishdi man bu yerda? Shunaqa. Faqat uni aytsa degan Ijod ego bilan birga yuriydi degan gap bor. Yuriydi. Xo'p. Bu qoida nima uchun sizda yaxshi ishlamagan deyishyapti. 3-4 yilda misol uyingizni ochmadingiz, nima ham misol uchun o'shani man mana shu narsani chizgan deb misol uchun bir maqtanga yetmagan odamlar. Mana shu holat bo'lgan, o'ta mamlakat olamiz. 3-4 bolamizda mana rasmni fonda tushadi. Rasmiy shu. Odamlarga ham ish qolmadi. Do'ngiz chizishdan boshqalar ham ish yo'qmi desam, biz qarab ensasini ko'tarsam birinchi chizish o'rganib oldik. Xursand bo'lgansiz o'sha paytda kamiga bo'lgan. Va Java bilasizmi? Ashulachi bor Java. Umumiy yuzini ko'rib, ashula aytadigan. Xohlamasa ham ko'rinadi odamlar. Ba'zi odam bo'ladi, masalan, sizga yoqmasligi mumkindir. Javani yaxshi ko'raman deya olmayman, yomon ham ko'raman, bilmayman. Qanaqa o'zi odam, yaxshi odam bo'lsa kerak. Zo'r. Men ijodini lekin nima qilaman, uni bu ko'rgansiz, deganingizga to'g'ri. Xohlasa ham, xohlamasa ham ko'ramiz, chiqadi. Ha, endi mashq ko'rmaganmiz degan maqsadda o'sha aytyapti-da. Men taksida ketguncha deydi, o'zimni g'iybatim o'tib ketganman taksi bilan. Qarasam eshitgan ekanman. Nadir desam, u nadir deyapti. Ravon olib qo'yib, ba'zi даже olib qo'ydim. O'sha holat bo'lib konsertga boryapmiz. Yo'q, Qashqadaryoda konsertda adashmasam, shunaqa grimyorka уже konsert tugadi. Grimyorkaga kiryapmiz. Men ведущий, Masra bor, Aslveyn, Java, ko'p har xil reperlar. Ichkarida o'tiribmiz, tashqarida короче ketmayapti-da. Hafsalarimiz chiqib ketishimiz kerak. Java shunday yechdi. Shunday o'tib ketdi. Kim bilgani ham yo'q. Qanday bo'ldi? Javasini yo'l qo'ygansiz. Tanishlar ko'rgan. Yes. Ha, bo'ldim. Yes. Temir yo'l universitetini bitirgansiz-a siz? Kimyatni kirganmisiz? Mayli, o'sha institutga kirganingiz hozir qaytib kelganda, hozirda o'sha temir yo'l institutini tanlagan bo'larsiz yoki hozir yozib san'at institutini boshqa yo'nalishga ketgan bo'larsiz? Qanchalik bo'lsa, temir yo'lga kirganda afsuslangan. Chunki u yo'l o'qish kerak. Chunki u institut boshqa institutlardan farqli o'laroq judayam sistemasi hammaga yetarli, hech qachon kirmaymiz. Judayam qiyin. Men majbur bo'lganman. O'qishga
o'qish kerak. Ha. Bu yoqda o'qish kerak deydi. Kam bor. Сопротивление материалов deydi. Bu oliy matematikani otasi deydi. O'shani ko'pchilik Yiqilgan. yiqilgan. Bo'ldi, o'qolmagan. Lekin men majbur bo'lganman. Bu yoqda bolalar bilan qolib, institutdoshlarim bilan общаться o'tirib o'rgangan. Rahmat ularga ham katta rahmat Ilhom degan bola. Ko'pincha o'sha Komil degan bola ham bor edi. Sindoshim, kursdoshim. Shular o'rgatishgan. O'rganib bo'lmasam mana tushib ketardim. O'sha hisobiga o'rganib, keyin u qanaqa bilasizmi? Oddiy tushuntiraman, balka ikkita sharnir bor, o'rtasiga kilonewton masalan og'irlik tushganda qanaqa o'zgaradi bu balka. Va buni siz to'g'riroq katta qog'ozga to'ldirishingiz kerak. Formula Isbotlab berishingiz kerak. Shuni o'rganish kerak. Keyin oxiri chiziladi qanaqa egilganini. Xullas shularni o'rganib, keyin bemalol kirib, zarcha tushunmoq kerak. Hop, demak, savol boshqa yo'nalishni tanlagan bo'larmidingiz agar o'shadan? Mana shu yo'nalish, mana shu talab chunki bu majburlagan odam bo'lishi. Boshqa institutga kirganda balki men obxodga chiqib ketardim qaysidir. Odamlar bilan yaxshi gaplashib bilaman deb o'ylayman. No. Исключение de transport instituti. Xo'p, tunda rasm chizasiz, kechasi. O'tib ketayotganlar, odamlar kelib, nima qilyapsiz? deb shunaqa savollar berishadimi? Bo'ladi, ko'p bo'ladi. Ko'p, eng g'alati berilgan savollardan biri, g'alati holatdan birimi? Ha. Sen ruxsat oldingmi? Yonda xotini. Yo'q. Sen ruxsat oldingmi bu yoqqa chiqishga? Kimsan sen? O'zini значимостini ko'rsatmoqchi bo'ladi kimdirlarning oldida. Xotinini oldida. Nimaga unga kerak deydi? O'tib ketmasin, o'tib ketdi. Endi mana endi agar nima desam, konflikt men bu yoqqa deydi, men ham bu yoqqa deyman, uraman, nimadir bo'ladi, bu ham uradi, ikkalamiz kaltaymizda, keyin bu yoqda rasmchalar qoladi. kelgan, rasm qolib ketgan, undan ko'ra ular hammasi bor. Uzr deyman. Lekin tanishadimi? Kim? Ko'pchilik. Chizayotgan paytingizda Mana yangi ijod bo'ldi. aksar holda shu endi tuzatdi. Tuzatsan. Syomka qiladimi? Sen qilmoqchi bo'lsa, yonida o'rtog'im iltimos qiladi, kerak emas. kimdirlar chiqmoqchi bo'ladi rasmga uzr deyman, men bilan yaxshi ko'raman-da endi. Uzr deyman, faqat noto'g'ri tushunmaydi. Ishoning. Shu shunaqa holatda bo'ladi. Hatto bitta xotin kampir menga bu uch olib chiqib bergan. Ertalabdan itini olib chiqqanday ko'rib qolgan, meni tanib qolganday borib yugurib bu uchkor olib chiqib yevol bolam deydi. Rahmat hozir ye deydi. Rahmat deyman, ketgan yuraman deb keladi. Shu bo'ladi, bir xillik keladi deb pul tashlab ketmoqchi. Mana olib qo'yingsiz, endi baribir anaqaga altruizm yo'q deb bo'ladi. O'qing, yo'q, rahmat deyman, unaqa katta pul ketmaydi kraskadagi. Yo'q, o'qib qo'ysam, oxirida tashlab ketishadi. Shunaqa paytda ham bo'lgan. Sizga o'xshaydi ekan. Sen ko'proq Nimaga? Bo'lmagandan keyin Ochiqlagisi kelmaydi. Hamma jini bor, yuzini java ham shunaqa. Endi xohlamaganlar bor yuzini aniqni ko'rsatmaydi. Bu kontent uchun qiladi. Gensport kontent uchun qiladi hammasi. Bekorga aktiv yig'adimi unchalik katta? Degan bu rasmni bilan tanlagan. Shuning uchun betimni ochiqlaganim nima foyda deydi o'zi.
foyda topaman biron nima dedi. Bu o'zi faqat rasmi bilan tanilgan, anonim bo'lib tanilgan. Anonim bo'lib tanilgandan keyin qanday yana o'zini ona qilish mumkin, hammaga tanitish mumkin. Mana menman o'sha. Tushak rasmni tushamiz. Kelganda ketganda bir payt qaytib keldi, ketdi, narsa tashladi. Keyin qarasak, uchta 07 aroq. yo'q, anaqa ichim tashlab ketgan. Xursand bo'lganmiz. Qanaqadir tuyat, Anodi. O'sha. Anodi o'sha. sen bizani tumanni chiroyli qilyapsan derdi-ku. Men o'zi oldin niyatim bor edi, Chilonzor so'zini San'atzorga o'zgartirib, chunki Chilonzor chiqadi. Bizning mahallada ham chizib ketsangiz men xursand bo'lardim. Lично. Bu devorlarga bizgami? Bu faqat devorga chizish kerak. Ketsam yoki boshqa Kraskadan pishlatadiganlar. Chunki Instagramga inkuzak deb yozgan. Pishlatadigan bizlarni Yo'q. bizda ma'no bor. qalamdan. Men inkuzak chizib ketdi. Qora ruchkadan. Hozir bez подход narsa qotganim yo'q. Siz bilan gaplashib inkuzakni ichini cho'g'amiz. Balki siz originalingizni ichilash boshqacha. Birada g'alay inkuzak, Abdurahmon veselый o'zi kerak. Men ham yuzimni yashirib yurib aktiv yig'im. judayam o'ylayman, judayam hamma bilan Va inkuzakda o'zini xarakteri bor, uni sezsa bo'ladi. Menimcha ko'pchilik sezdi. Orada bir Abdurahmon chiqib qolyapti, inkuzak tez qo'ydi. Boya gap to'g'ri o'zi. O'rta Abdurahmon I'm sorry, siz yo'qsiz dedi. Siz uchun o'z ichki hissiyotlaringizni, fikrlaringizni odamlarga yetkazishingiz muhimroqmi yoki odamlarni ichidagi konfliktni ko'rsatib berishmi? 99.4% odamlar. Chunki men tasavvur qiling oyna. Men oyna qo'yib ko'radigan oyna. Ichki dunyoyingiz qorami? Ichki dunyoying qorami deganda nima nazar? Ichingiz qorami deyapti. Ko'rolmaysizmi? Qo'shning mashina olib kelsa deyapti. Yo'q, unaqa narsa emas. Темный-da. Ha, mrachniroq. Shunaqa. Chunki men yoshligimdan chizgan rasmlarim ham mrachniy bo'lgan. Kстати, aytganday. Men oldin aytdim-ku, qog'ozga chizib yurardim. Institut paytida bir marta keyin men holstga chizib edim. Holst material bor. Chizdim. Kapali chizardim negadir. Hozirgi holatga masalan umuman Taxlamagan. Lekin kapalidan chizish. Hozirgi kunda Farg'ona bu. Lekin kapalidan ular ham doim mrachniy bo'lgan. Judayam mistik ko'rinishda bo'lgan. Holstga chizardim, uni rekalarga qilardim-da, bitta o'rtog'im bor, Nurik degan. Zo'r yaqin. Shu o'rtog'imga aytganman. Men institut o'qitgan paytim 2000 xullas shu paytda Abdurahmon chiqib ketdi hozir. Xullas o'sha paytda o'rtog'imga aytganman. Suvenir magazini bor edi akasini. Keyin mashitga qo'yamiz, sotamiz. Sam siz Давай sen boshda samleniy bo'lganmi? Nima edi? Ikkilanish bo'lganda, lekin ko'rgan, vau, sen davay qo'yamiz. Qo'yganmiz, men o'z o'sha yerda suyuqlik saqlab nima qilyapman? O'ralashib yurardim. Bidirib demoqchi edim. O'ralashib yurardim. Endi u yoqda endi akasini taniyman yaxshi. Hamma taniyman, o'sha yerda yurardim. Keyin ashtadan qarayman deganman. Holat 40 mingta sotilgan. O'sha paytda 40 mingta 60 ming so'mga sotgan esimda. O'zi men adashmasam 40 ming deganman. Mayli 60 mingga qo'yamiz deganda bo'ldi. Qo'yishga va 40 mingtami? 40 mingtami o'tmayman. Sotilgan yangi uylanganlar rus bilan eri kelib bo'lmasam tepadi. Ko'rib aylanib
Что можно купить дегенде баратво, может картина degan. Men xursandman. Keyin вот avtor тоже pul degan. Olib mana deb berganman. Yo'q hech qanaqa pechat yo'q, hech narsa yo'q. Qo'ldan qo'yganman mana. Keyin o'shani sotadigan keyin o'ylagan, блин, вот biznes. Undan keyin bir yana 4-5 ta chizdim, u sotilmadi. Sotilmadi chunki уже magazinga qo'ymadim. Yani keyin magazin qo'ymadim, xullas keyin podarka qo'yganman. O'zi nimaga yetdim? Maqtanish kerak. Yo'q, savol berdi. Savol qiziq emas. Siz maqtansiz yo'qmi? Xo'p, orzudagi O'zbekiston qanaqa bo'lishi kerak? Orzuyimdagi O'zbekistonmi? Men to'g'risini aytaman, orzuyimdagi O'zbekistonga kelyapmiz уже. Yashavamiz. To'g'risi, kelyapmiz уже. Xudoga shukr. Biz ancha yaxshimiz, tetiymiz, tetiklashyapmiz. Bizga kim hozir kimni havas qilyapti? Yani atrofimizdan atrofimizdagi davlatlar. Shunga olg'a. Zo'r. Men siz yani endi ulg'ayayotgan paytlaringiz 90-yillarni qiynab qo'yganda yoki man tug'ilgan yillaringiz bormi? Bo'lgan har xil narsa. Yoshlaringiz yillaringizga bor hozir. Qanday chiqyapti? Na, yomon qolma. Hozir-ku endi anaqa. Unaqa emas. Lekin men tasavvur qilayotgan yoshga o'xshamay turibsiz-da. Yosh ko'ryapman. Qancha? Men o'zi yosh ko'rinaman deb o'ylayman, chunki hamma hayron qoladi. Boshda cho'g'or deydi bolalar. Mana bir 6 yosh kishi. Ishi kelganda. Keyin yo'q, endi men doim aka deyman, uka deyman. Doim siz deyman, katta kichikni. Lekin shu bilishgandan keyin уже boshqa bunaqa deydi. Uzr so'raganda bo'ladi. Уже aka cho'g'ir beraymi deydi. Oxirgi marta qachon va nima uchun yig'ladingiz? Xo'p, nima uchun yig'ladim? O'g'lim Qachon? Oxirgi marta oldingisini aytingman. Yigitlar yig'laydimi degan savolga javob qidiramiz dedi. Yig'laydi menimcha. Yuragi bo'lgandan keyin yig'laydi. No, har doim emas. Hamma narsaga erkak kishi men o'zim masalan men bunaqa narsani cringe deb o'ylayman. Yig'lash cringe ko'p bo'lib ketgan. Nima, yani orzudagi O'zbekiston deyapmiz-ku. O'zbekiston zo'r bo'lyapti, lekin yoshlari bor cringe bo'lib ketgan. Cringe so'z oxirgi paytda bundan tushmayapti. Odamlar sal bunaqa bo'lmalaring. Yoshlarga tegishyapti. Biz ham manimcha cringe bo'lganmiz. Yoshlar cringe bo'lib ketyaptimi? Lekin yoshlar biz kuf bo'lib ketyapmiz. Yo'q, biz men yosh demoqchi, yoshlar emas, shu men O'zimdan aytyapman. o'zida tengida ham hali biz yoshmiz menimcha. Tamom. Rostdan bo'lmasa ertaga o'qishga sotib. Menda oq yo'q sotib. Soch yo'q. Soqolimni tekin boshlaman. Soqolim tamom. Soch tamom endi. Ma'lum ketyapti. Lekin yetmoqda. Masalan, bir ikkita men hurmat qilgan blogerlar ham cringe bo'lib ketyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Men bilmayman. Xullas, shunaqa talab, chunki talab shunga-da, cringe qilsangiz o'tib ketasiz. Yo'q, men unaqa bo'lmalaring. Ichkalar unaqa bo'lmalaring, okalaringni ishlaring. Demak, yig'lashi cringe bo'lgan. Rasm chizib yuboraman. Yo'q, yig'lashda o'zi bunga o'xshagan cringe просто unaqa ketdi, o'zi aniq Kirib ketib qoldi o'sha. kirib ketib qoldi. Atak har doim ham erkak kishi har doim yig'laverish ham bo'lmaydi. Unaqa bo'lmalaring yana. Erkak yig'laydi. Hech kim bilmasligi kerak iloji bor. To'yning sababli deb to'g'rimi? Yo'q, endi bo'ladi ani. Men o'zi juda ham Sentimental odamsiz. sentimental deyman, juda ham. Ani ko'nglim bo'sh. Ko'nglim bo'sh. Men shuncha narsa yig'laveraman. No, unaqa yig'lamayman. Ko'zimdan yosh chiqadi. To'lqinlanib ketaman. Qanaqadir ashyoda даже men serq yoshni eshitsam, o'zimda O'zbekiston kiyimini eshitsam, O'zbekiston to'g'risidagi ko'p narsalarga men yig'ladim. Musiqadagi o'zbek Bog'laring bor, gullar ochar. unaqa yo'q.
endi aytmoqchi Hop, edim. misol uchun aka mana. Masalan, anu ismlar esimdan chiqdi-ku. Ahmed. Yo'q. Jack deb aytmoqchi misol qiladi. Qoshing qora, ko'zlaring qora. Yulduzisan qaysi osmonda? Eslolmasang o'zim esladim. Bolasisan o'zim